Jack, av qurulni uya qo'ymaslik kerak edi. Nima deyapsan? Uni mashina to'xtatish maydoniga qo'yatdik. Ko'kranglik suluv qurulni ustiga qo'yamiz. Ha, ma'qul, kechirgan. Xatolashibdimi? Ansirab ketma. Ishdan bo'shtilding, ha? Aras. Bugun sizni sevgandigan bo'ldik. Hey, meni hargiz yaxshi ko'rib qolmadingmi? Lekin albatta yaxshi ko'rib qoldim. Og'zingni yop. İştigili. Roman, ular 6-chi qavatning qurolini qurashtirib bo'ldimi? Shundaq. 7-chi qavatnikini 3 soatgacha qurashtirib bo'larmikin. Yana yer ostidagi shodining ishini amal qilib bir taraf qilyaptik. Ramkin tutashtirishni atiganda boshlasak, qurilishni bir kun avval bitiralaymiz. Amisi uyingga qayt. Nimishqa? Uyingdagilar bugun yetib keladigan, to'g'rimi? Shundaq, lekin ularning aeroplani yarim kechada qo'nadi. Uyingga qaytgan, narsa keraklaringni yig'ishtir. Bugun muhim kun. Yig'ishtirdiganning hammasini yig'ishtirib bo'ldim. Uyning bulon pushqaqlarigacha yig'ishtirib chiqdim. Sen tasavvur qilolmaysan. Men hatto qarshi elish plakatini yasadim. Bo'ldi, boldiroq qaytgan. Qistonchilikdan burun ketib ol. Balkim deganing to'g'ridir. Deganim albatta to'g'ri. Tez mang'in, uyingga qayt. At sana bir kun dam olish ber. Qizingga ko'proq hamroh bo'l. Bu bo'ladiganingga oz qoldi. Mang'in. Ata ishqi kammajmo. Men seni bilaman. Kolumbiya shaharlik yuqori energiyali radio televiziya stansiyasi. Milod bayramingiz muborak bo'lsin. Har qaysi suyimli radio anglag'uchi do'stlar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Uçuduğun aeroplanı 20 minutdan keyin uçudu. Vaqtida aeroplanga chiqaysizlar. Yo'lovchi Jonas, ishq oldidagi bilet setish o'rniga keling. Yo'lovchi Jonas, ishq oldidagi bilet setish o'rniga keling. 1640-navbatlik aeroplan hozir qo'nadi. Xizmatchi xodimlar aeroplanni kutib olishga tayyorlaninglar. Har qaysi yo'lovchilar yuk taqanlarga obdan qaranglar. Yuk taqanlarning yetib ketishidan saqlaninglar. Oy. Kechiring efendim. Diqqat qiling efendi. Hay, eshitdingmi? Men bir aeroplanni saqlayotgan. Oyat kechikdi deb yozibdi, ammo keldigan vaqtini yozmabdi. AX113 navbatlik aeroplan. AX112 mi? Shundaq, bu aeroplan Kiyevdan uchib yo'lda Frankfurt va Nyu-Yorkdan o'tadi, to'g'rimi? AX112 mi? Ha, dal shu aeroplan, aniq esimda. Men bilmayman. Rahmat. Xayr, xo'sh efendi. Ismingizni aytib berasiz. Roman Manik.
Guvanamınızı görüp baksam bulamdı. Bo'ladi. Ayağım bilen kızım kelmekçi edi. Ulanı guvanamalarim bor. Men advokat teklif qilgan. Şuna çoqum çataq chiqmaydi. Meningcha shundoq. Qani bu yoqqa maraman. Bir ish bo'lmaganda yana qanchalik saqlanamiz? Bu yerda birdam o'tirib turamsiz. Ha, bo'ladi, rahmat. Bir stakan suv yoki boshqa narsa lozim. Ha, bo'ldi, rahmat. 112 navbatlik aeroplan Baldur qo'nganmidi? Hozircha men aniq bir narsa deyamayman. Shunga sizga aniq uchurni esam bo'lmaydi. Sal turib biraylan kelib sizga uqtirdi. Bo'ladi. Oy, nima degidingiz bu? Ular qayerda? Men ularni ko'raman. Qanday ish bu? Nima ish bo'ldi bu? Roman Manik. Oilamdagilar qayerda? Mening ismim Alexandras. Avasiya boshqarish o'rnining maxsus aloqa ishlariga mas'ul xodimi bo'laman. Hozir sizga bir ishni uqtiraman. Quloq solib anglang. Ayolingiz bilan qizingiz o'ltirgan aeroplan to'limi baxtsiz bir avariyaga yo'liqdi. Hozircha ahvolni jazmlashtirmaymiz, lekin sizga shuni aytmasak bo'lmaydi. Odatda bunday avariya yuz berganda hech qanday kishi omon qolmaydi. Bilaman, bu kimga bo'lsin, to'limi tuyuqsiz kelgan zarba hisoblanadi. Kızım hamildarıydı. Oğluna məxsus onu epkə yıl bağın idi. Bu adres bilan telefon nomeri to'g'rimi? Biz uqtirishga tegishli boshqa urug' tuqqanlaringiz bormi? Hech kim yo'qmi? Yo'q. Bu yerda yoki yurtingizdami yo'qmi? Biz yaqin atrofdagi bir mehmonxonada oil tavobatlarga yordam berish o'rnini ta'sis qildik. Siz shu yerga berib davolash, psixikalik yordam va boshqa ijtimoiy mulozimatlardan bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Shundaqla avariyaning eng yangi ahvolidan xabardor bo'la olasiz. U yerda o'zingiz yolg'iz turman desangiz bo'ladi. Yo'q. Men sizning shu yerga berib eng yangi xabarni saqlashingizni tavsiya qilaman. Agar atagacha ahvolingiz yaxshilanib qolsa, men sizga ilxat adresim, telefon nomerim va ishxonamning telefon nomerini qoldiraman. Biror ish bo'lsa har vaqt meni izlasangiz bo'ladi. Ma'qul. Ana shunday bo'lsin.
u uxlab qopti. Bilamsiz, meningmi kichikimda bir eyi qunchuqim bor edi. Uning ismi Eshmir edi. Nima, Eshmir? Shundoq. Eyiqqa bundaq ism qo'ysa g'alaydi turdi ekan. Har qatim o'ynag'ili chiqqanda uni cho'qim ilib olatdim. Bo'lmasa uxlayolmaydim. Bu odatimni nihoyatda uzunda o'zgartgan edim. Qanchalik uzunda? 24 yoshingizda meni uchratganga qadarmi? Esimda yo'q. Siz izchil menga siz bo'lmasangiz uxlayolmayman deytdingiz. Ha, shundoq. Men qanday tushunishni bilmay qoldim. Nima? Men sizga nisbatan kim? Yiliqi ishimizning o'rinbosarimi? Hey, Ishmirning o'rnini bosganingiz uchun faxrlansangiz bo'ladi. Men uning uchun har qanday ishni qilishni xohlaydim. Uni bilaman yetib baqqanmi? Endi ish qilmay. LR 574 B26 yo'l eg'izda o'ng'a buriling. Hay, Xayrli kech. ikki stakan ichsanglar hojatxonaga yuguraysan. Shundaqmi? Agar xohlasang, hojatxonadami bu gapingni eslab turaman. Yo'q. Rahmat. Mening esimda bor, eslamasangmi bo'ladi. Seni askartkinim yodingda bo'lsin. Bir ahvol bormi? Bo'ldi, men bir narsa yeb kelay. Sanga og'ash kelaymi? Yo'q, bo'ldi. Rahmat, birodar. Men boya eng oxirgi aeroplanni qo'ndirdim. Kanada 826-navbatlik aeroplan yuqoriga o'rlashni talab qiladi. 3300 fot o'rilmoqchi. Kanada 826-navbatlik aeroplan yuqori o'rilsangiz bo'ladi. 3300 fot yuqoriga o'rilang. Rahmat, Kolombo. Xayrli kech. Xayrli kech. Xayrli kech. NA 1979-navbatlik aeroplan uchish egizligini 30 ming futga to'valating. Topshirib oldim. 30 ming futga to'valayotdi. Ey, sen nima ish qilyapsan? Telefon sirini remont qilyapman. Uni bexatar andizlik to'g'rilab qo'ysam, obdan ishlaydigan bo'ladi. Ba'zida signal nacharlab qolsa-mu 5-6 minutdan keyin o'ngshiladi. AX 112-navbatlik aeroplan Kolombo aerodromiga qo'nmoqchi. 10 ming fut tuvallashni iltimos qilaman. Uxtom AX 112-navbatlik aeroplan to'vallash buyruqini saqla. Jacob, Thomas yo'qmi? Nima bo'ldi? EF 135-navbatlik aeroplanda ozroq masala chiqdi. Havoyi nachar bo'lg'achqa uchish liniyasini o'zgartibdi. Pittsburgh qo'ndi ekan. Rahmat. Qarshi tarafdan qo'mondonlik munara o'qitish qilinglar. Pittsburgh aerodromiga ulab bering. Yaxshimisiz? AX 112 10 ming fut egizlikka to'vallasangiz bo'ladi. Rahmat. Tushundim. To'vallayotdi. Kolombo aerodromi. Men DH 616-navbatlik aeroplan. Javob bering. EF 135-qitimlik yo'lovchilar aeroplani. Bu Seminari. Men EF 135 xayrli kech. Bizning telefon liniyamizdan Kashili chiqib Pittsburgh aerodromi bilan aloqalashamdik. Kolombo aerodromi. Men DH 616-navbatlik aeroplan. Avod so'qib ketishni saqlash signalini topshirib oldik. Biz tuvallamoqchi. Takrorlayman. Biz tuvallamoqchi. Javob qaytaring. Qo'mondonlik munari. Men DH 616-navbatlik aeroplan. Javob qaytaring. EF 135-qitimlik yo'lovchilar aeroplani bevosita Pittsburgh bilan aloqalashing. Takrorlayman. Pittsburgh bilan bevosita aloqalashing. Tushundim. Kolombo aerodromi. Biz Pittsburgh bilan bevosita aloqalashamiz. Tugadi. Qo'mondonlik munari. Men DH 616-navbatlik aeroplan. Javob qaytaring. AX 112 6000 fut egizlik tövallab taksi uchun 6000 fut egizlik tövallab taksi uchun javob bering. AX 112 to'valayotimiz. Madalabulari, biz to'vallash buyrug'i topshirib oldik. Biz oldin qarab uchib 6000 futga to'vallamoqchi.
Bu o'lgur telefonisi. Men EF-135 aerodrom bilan aloqalashdik. Hamma ish bitdi. Ko'nish yo'li aniq bo'ldi. EF-135. Bu yer seminari. Uqtin. AX-112. AX-112. Anladınızmı? Cevap qaytarın. AX-112. Anladınızmı? Cevap qaytarın. AX-112. Anladınızmı? Cevap qaytarın. Ha, Jacob, qani o'ltir. İki aeroplan boşluqda soqilib ketibdi. 18 numurli taşyolning g'arb tarafidagi tog'chilig'isidan aeroplandan qoldig'i bayqilibdi. Balkim hech kim hayot qolmagan bo'lishi mumkin. Qancha odam o'libdi? Bilmayman. Ikki aeroplanda qanchalik odam bor ekan? Texi aniq emas. O'lgur, qancha odam o'lib ketgandi? Jacob, gapimni angla. Jacob, hozir texi nima ish bo'lganligini aniq bilmaymiz. Hech kim texsini ayblagani yo'q. Lekin men hech nima qilmadim. Shunimiz, Jacob, hech kim seni bir ish qildi demadi. Biz hodisaning sababini aniqlayapmiz. Sen ishning jarayonini aniqlashimizga moslashishing kerak. Gapimni angladingmi, Jacob? Seni texi hech kim ayblagani yo'q. Hozir faqat ahvolni tekshirmoqchi. Sen moslashib bergin. Cho'qim o'zingni besib bizga moslashib bergan bo'lamdi, Jacob. Rahmat. Biz yana bir qaytib kelaylik. Bir-birlab kelaylik, bo'lamdi. Kech soat 22 dan 5 minut o'tganda qo'mondonlik minoraga keldingiz. 22 dan 20 minut o'tganda chiqib bir stakan qahva ichdingiz. 5 minutdan keyin qo'mondonlik uyiga qaytib keldingiz. 22 dan 25 minut o'tganda Thomas birdam orom olib olay deb xizmat o'rnidan ayrildi. 22 dan 30 minut o'tganda AX-112 aeroplan 10 ming fot egizlikka tovanlashni iltimos qildi. 22 dan 33 minut o'tganda 2 nafar texnik xodimi qo'mondonlik uyiga kirib telefonning sim yo'lini o'ngshashga boshladi. Siz Thomasning o'rniga berib, yana bir aeroplanga qo'mondonlik qildingiz. Ansirmang, bizning deganimizda qilib xizmatimizga moslashib bersangiz bo'ladi. Pittsburghga telefon qilganda sim yo'lda kashil ko'rilib ololmadi. Dal shu chaqda AX-112 eng yangi uchish egizligini jazmlashtirdi. dan 45 minut o'tganda EF-135 navbatlik aeroplan bilan aloqalashib, ularni bevosita Pittsburgh bilan aloqalashinglar dedingiz. Siz naushnik taqimag'achqa DH-616 navbatlik aeroplanning sizga o'zini tuvallamoqchi ekanligini uqtirganligini anglamadingiz. Jacob. Hech kimga gap qilma, bo'lamdi. Telefonni olma. Uyingdan chiqma. Hech yerga borma. Biz at yana so'zlashamiz. Tushundingmi? Jacob.
qaysarak bo'lg'in birodar. Hozir sizlarga bugungi eng zo'r xabarni anglitamiz. Ikki aeroplan 8000 fut egizlikdagi havo bo'shlig'ida so'qilib ketgan. Ammo hozirgacha sababi aniq bekitilmadi. Oila tavobatlar hodisa yuz bergan naq maydonga yetib berib, hodisaning tekshirish natijasini saqlamoqda. Barliq yo'lovchilar shundaqla aeroplan xodimlari bo'lib, jami 175 nafar Amerikalik, 35 nafar Germaniyalik, 37 nafar Rossiyalik, 18 nafar Fransiyalik, 2 nafar Ukrainalik va 1 nafar Ispaniyalik kishi qazo qilgan. Ikki aviasiya shirkati birlashib bayonot e'lon qilib, bu hodisadan cho'nqur afsuslanganligini bildirdi. Uningdan boshqa ular yana hozir butun kuchi bilan hodisani tekshirishga moslashib, hodisaning kelib chiqish sababini aniqlayotganligini aytdi. Ko'rayotganinglar 6-kanal. Muxbirimiz Yuranda hodisa naq maydondan bevosita xabar beryapti. Yuranda. Hurmatli ko'rurmanlar, hozir ko'rayotganlar bu qatimgi hodisaning naq maydoni. Tekshliqmi? Tekshliqmi Malik apandi? Men Eson Nuriz. Biz tunugun paranglashgan. Bugun ahvolingiz qandaqroq? Yaxshi. Akşam uxlay oldingizmi yoki uxlayolmadingizmi? Qandaqroq? Uxladim. Zo'r xabar. 271 odam havo avariyasida qazo qildi. Men tunugimni aytgan. Minat siz oil tavobatlarga yordam berish markazimizga borsangiz yaxshiroq bo'lardi. Aeroplan qoldiqlarini izlamoqda. Ikkinchi guruh shimol qarab izlayapmiz. Ansiz javob qaytaring. Hey, sizmi izdashga yordamlashga keldingizmi? Shunda. Halokatga uchraganlarcha tuqqaningiz yoki do'stlaringiz bormi? Yo'q. Guvonomingizni ko'rsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ladi, Fox apandi. Sizning bu jihatda bir tajribangiz bormi? Burun hodisa bir taraf qilish va hodisadan keyingi xizmatlarga qatnashib baqqanmi? Shundaq. Yaxshi, buni avval o'qib chiqqan. Andin jadvalni to'ldirib, av yuk mashinasining yerida meni saqlang. Rahmat. Yaxshimisiz? Birga kelganmi? Shundaq. Guvohnomangizni ko'rib baqaymi? Bo'ladi, yaxshi. Avval buni o'qib chiqib, jadvalni to'ldirib, andin av yuk mashinasining yerida meni saqlang. Sizlarga jabduqlanib beray.
Nadia. 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 Olina. Nadia. Qozam, seni yolg'iz sirtib turma degandim-ku. Dadang qani? Bilmayman. Ötügəndən tatıb onu kömüdüm. Yura, o öydimikin? Hey, birodar, o'rningizdan turing. Unda qilmang, birodar. Bo'lmasa saq chaqirman. Tez keting, kechiring. Har qatim bu yerda qo'nsangizda menga ovorchilik deb berasiz. Tez keting. Tez keting. Bu baxtsiz hodisaning bevosita mas'ul bo'lg'ichisini bekitmak qiyin. Chunki haqiqiy ahvolning murakkabligi hammalarning tasavvuridan halqib ketdi. Dodo, Samoyel. bu yerda nima qilyapsiz? Televizor ko'ryapman. Uxlayolmadim. Senmi uxlayolmadingmi? Men uxlayolmadim. Qo'rsqim echib ketdi. Amisi men noshlik tayyorlay. Bilamsan. Meningmi qo'rsqim echib ketdi. Kela. Bu baxtsiz hodisaga bevosita munosabatli xodimlar kim? Gapni qo'mondonlik uyidan boshlaylik. Jacob Bonano bilan Thomas Fishman, qora qutidagi yepuchi, hodisaga aloqador kishilarning guvohlik so'zi. Hodisa naq maydondan bayqalgan paketlar, shundaqla hukumat tarafining taraf qulog'i oshkorlagan barliq ushturlarini analiz qilgandan keyin qisman xulosaga keldik. Purapaqa.
Ko'k loza, ochiq suv, samsoq, cho'l rayhini yaxshi. Oldi bilan vaqa yuz berganda qo'mondonlik uyida faqat birli aviatsiya boshqarish xodimi uchayotgan aeroplanlarga qo'mondonlik qilgan. Jacob, biz xabar ko'maydigan bo'lgan tuqqu. Xayrli sahar, Kristina. Nimachi baldir turib olding? Qo'sqingiz ochdimi? Bo'ldi. Pishdi, tez yegin. Bu hamkan. Hey, nima qilyapsiz? Bu hamkan. Kristina, nima qilyapsiz? Jacob, qo'yib ber. Anladingizmi, Jacob, qo'yib bering deyapman. Qo'yib bering deyapman, anladingizmi? Qo'yib bering. O'lgur. Hech qisi yo'q. Ehtiyotsizlikdan to'kilib ketdi, hech nima bo'lmaydi. Endi bo'ldi, qiling. Nima qilgingiz bo'lsa shuni qiling. Lekin bolaning oldida qilmang bo'lamdi. Men nima qildim? Noshlik tayyorladim-ku shu. Yura, kirib uxla. Mana. Chiqib ketmang, Kristina. Qo'rqma, qo'zama, hech nima bo'lmaydi. Chiqib ketmang, Kristina, qaytib keling. Qaytib keling. Meni suratga tortmang bo'lamdi. Bu nima? Opa, bak yoqtirdim. Rahmat sizga. Sizni sevaman. Manik efendi. Manik efendi. Mening ismim Taysa Korbet. Men bir muxbir. Sizning uyda ishkanligingizni bilaman. Mening sizni avar qilg'im yo'q. Faqat men yozgan bir necha parcha maqolani ko'rib boqamikin degan edim. Men hozir mushavarisiga oid bir kitob yozyapman. Shuni sizdan bir necha savol so'ramoqchi edim. Mening maqolamni ko'rsangiz bilasiz. Men azaldan amaliyotga sodiq bo'laman. Haqiqiy ahvolni hurmatlayman. Mumkin bo'lsa, ko'rib boqasiz. Men yana yo'qlab kelaman. Roman, necha kundan beri telefonimni olmading. Shunga seni yo'qlab kelib edim. Kechirgin. Uy ichi baqalaymiqan. Seni boshlayolmayman. Sen mening uyimni ko'rib boqmading-da. Ayolim ozroq go'sht ko'milichi tayyorlagan edi. Meni sana opirib badab turib oldi. U yana ozroq mo'go qo'shibdi. Ta'mi bak yaxshi. Qurilish qandaqroq? Burunqidek. Sen bo'lmag'achqa qurilishning sur'ati sal ostilab qoldi. Boshqacha maqsadim yo'q. Agar kallangdan o'zsa, har qachon qaytib olsam bo'ladi. Hozir qandaqroq tursan? Sal o'ngshilib qoldingmi? Yo'q. Undaq emas. Xeli o'ngshilib qoldim. Xeli. Faqat ba'zi ishlarni
obdan o'ylashyapmisan bo'lmaydi. Bir taraf qiladigan ba'zi ushoq ishlar bor. Albatta. Men yana qaytib berib ishlayman. Men faqat ozroq vaqt ba'zi ishlarni bitirib olay. Ama sabak oldirib ketma Roman. Balkim qabristonlikda bek uzun turmasligim kerakdi. Lekin oilamdagilar Olina bilan Nadiya shu edi. Ular ma'anmaydi. Şuna men berib ularni yo'qlashim kerak. Chunki ular hech yerga borolmaydi. Borolmaydi. Uning ustiga men yana uydagi bir muncha ishlarni bir taraf qilishim kerak. Uyni tozalamasam bo'lmaydi. Demakchi bo'g'inim, men hozir qig'idek ish deb qilmasam bo'lmaydi. Shunga men kechirgin, kirib ishimni qilay. Ma'qul, amisi sana daxli qilmay. O'zingni asirg'in Roman. Men albatta sizni suyman, Jacob. Meningcha bu Samuel ham biz uchun eng yaxshi tanlash. Siz uchunmi shundoq bo'lgan deyman. Hozir Samuel nerede? U achamning uyida. Unutib qoldingizmi? Uning bilan xo'shlashib olsammi bo'lmamda? Qadrligim, uning bilan xo'shlashishingiz ajabsiz. Siz xohlasangizlar uni har qachon ko'ra olasiz. Amisi uningga nima dedingiz? Men faqat uningga hammaning uyida bir necha kun qonimiz dedim. Kristina. Uning itmochkilar bilan o'ynashga amraligini bilasizmi? Lekin u tushunmaydi. U tushunadi. Hozir tushunmasmi? Keyin cho'qim tushunadi. Biz hamma ishni iziga tushira olamiz. Jacob. Mening sizga o'ylanadigan vaqt lazım. Biz bundaq ketaversak, bir-birimizga azor yetkazib qo'yamiz. Yig'ilib ma'lum darajaga yetganda biz yana yaxshi o'talamdiq yo'q buni bilmayman. Shunga biz Samuel uchun, o'zimiz uchun mushunda qilishimiz kerak. Bo'lamdi. To'g'ri, Samuel uchun. Bu Springfield qurol zavodining miltig'i. Diskisiga 11 tal, o'qliqiga 1 tal o'q silindi. $674. 3.2 dyumlik bir ota tapanchasi. Diskisiga 10 tal, o'qliqiga 1 tal o'q silindi. $570 bersangiz bo'ladi. Uningdan boshqa yana Shemis Vesin shirkatining 2 tal miltig'i bor. Qora ranglik MP tapanchasi. Diskisiga 8 tal, o'qliqiga 1 tal o'q silindi. Arallar $560. Yana yeni tiplik 3.8lik tapancha alayda yasalgan. An'anaviy havo harakat kuchi loyihasi qo'llanilgan. Datlashmas po'lat qoplangan. Bu tapancha $436. Bizning eng arzon milimiz mana bu. High Point 9 mmlik tapancha. Arallar $199. Yana bir qatlanadigan pichoq sovq qilamiz.
Jakob. Ahvoling qandayroq? Men yaxshi, rahmat. Agar boshqa gap bo'lmasa, men gapni udullik qilay. Seni davomli saqlatqim yo'q. Bo'ladi. Sotning vaqti texnik bekitilmadi, yana biroz vaqt bor. Shirkat sana lozimlik barliq qonuniy kapla tartibini tayyorlab berdi. Shunga Shirkat sen uchun o'ylashidi. Mening bu ishni ikkinchi qaytim deyishim. Ammo biz seni psixikalik davolashni qabul qilish kerak deb qaraymiz. Yana kelib, Kristina ham shunda qaraydi ekan. Bo'ladi, ma'qul. Xizmat jihatda bir necha xil tanlashing bor. Bu yerda qilib ma'muriy boshqarish xizmati bilan shug'ullansang bo'ladi. Men bilmadim. Shundaqla biz sana yana bir xil tanlashni tayyorladik. Albatta, oldingi sharti o'zing xohlab xizmatdan chekinsang bo'ladi. Bundaq bo'lganda biz sana nihoyat ko'p xizmatdan chekinish nafaqasi beramiz. Shirkat boshqarish qatlami azaldan xizmatchilarga eng foydali usulni qo'llandi. Ammo bu qitimqi voqea alayda bo'lg'ashqa sening hayotiy bexatarligingni ko'zda tutdik. Agar hayot yo'lingdagi o'zgarishni qabul qila olsang, balkim senga foydali bo'lishi mumkin. Uzil-kesil o'zgarish, Jakob. Eng ishonchligi faqat xizmat almashtirishla emas, balki shahar almashtirish, uy almashtirish, ism almashtirish. Hammani qaytadan boshlash. Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q. Lekin mening ayolim mushiyada. Mening oilam mushiyada. Men hargizmi mundaqla ketaman debla ketamayman, bilamsiz. Anglab tur. Bu sen ham oilangdagilar uchun mumkin bo'lgan eng bexatar usul. Yaxshisi, sen bizning taklifimizni o'ylashib boqqin. Ular uchun nimaning eng yaxshi ekanligini o'ylashib boqqin. Bo'lamdi. U yana kelsa darhol menga xabar qil, bildingmi? Ma'qul. U balkim gap bo'lgan bo'lishi mumkin. Malik afandi, menimcha siz aviatsiya shirkatining havola qilingan advokatini tanimaysiz-ku deyman. Jon bilan James Galik. Kechiring, sizni saqlatib qo'ydik. Yaqindan buyon qazo qiluvchilarning oila tavobatlari bilan so'zlashib kelyapmiz. Hech qisi yo'q. Shuni deyishim kerakki, suhbat nihoyat unumli bo'lyapti. Boshqalar bilan kelishim hosil qilib bo'ldik. Bugun bu yerga kelishdagi maqsadimiz siz bilan kelishim hosil qilish. Malik afandi, siz qazo qiluvchilarning oila tavobatlari ishidagi shirkatning shaxsiy nomidan arz qilgan birdan bir kishi. Siz advokat taklif qilmadingiz, ham hech qanday qazo qiluvchilarga yordam berish uyushmasi bilan kelishim tuzmadingiz. Bilishingiz kerakki, biz tanlashingizga butunlay hurmat qilamiz. Bizga nisbatan buning farqi yo'q. Bizning to'lam berish loyimizda o'zgarish bo'lmaydi. James. Malik afandi, bu bizning qazo qiluvchilarning oila tavobatlariga chiqqan rank kelishimiz. Men faqat bu kelishim sizga ham aviatsiya shirkatiga o'xshashli foydali. Faqat siz aviatsiya shirkatiga bo'lgan barliq arznomangizni qaytarib olsangizlar, buning badaliga aviatsiya shirkati tuqqanlaringizning dafn xarajatini, shundaqla ta hozirgacha bo'lgan barliq zarur davolash va psixik davolash xarajatini ustiga oladi. Shirkat yana sizga to'lam berdi. Buning ichida qizingizning qazosiga to'langan $75,000, shundaqla ayolingizning $85,000 puli bor. Demak, sizga jami $160,000 to'lam beriladi. Men faqat buningdan boshqa kelishimda yana ba'zi qo'shimcha moddalar bor. Masalan, siz avtomatik holda guruhimizga qarashli aviatsiya shirkatlarining oliy darajali xaridoriga aylana olasiz. Shundaqla yana siz erishadigan alayda imtiyozlar nihoyat ko'p. Shunga siz bu tafsilotlarni astoydil o'qing. Chunki kelishimda bu vaqtda nihoyat aniq tushuncha berilgan. Men faqat biraylarning o'rnidan turib Apple so'rashini umid qilaman. Chunki ular mening oilamnikilarni o'ldirdi. Shirkat rasmiy holda Apple so'rash kerak. Malik afandi, sizga oddiy usulni tushuntirib qo'yay. Agar bu kelishimga imzo qo'ymasangiz, balkim bir tiyinmi to'lam ololmasligingiz mumkin.
anlab turing. $160,000 hargizmi oz pul emas. Sizning ahvolingizni ko'zda tutganda, yaxshisi bu bahoni rad qilmang. Bu suratga qarang. Siz burun buni ko'rib baxmagan. Obdan qarang. Obdan qarang. Nima o'ylayapsiz? Oilangizdagilar bilan yanada obdan o'tamaydigandek his qilyapsiz. Yanada azoblanyapsiz. Amsa biz bugun bu haftadagi ko'ngillik ishlar ustida paranglashib baqaylik, qandaq? Men bugun faqat sizni menga yana ozroq to'g'ri yezib beramikin deb kelgan. O'zingizni qandaq vaqtda eng yenik his qildiganligingizni yoki o'zingiz qanoat his qilgan ishni aytib baqamsiz? Ha? Balkim noyta ahmoqona, ammo o'zingiz xush bo'ldigan ish. Uydagi kundalik turmushingizni o'ylab beqing. Bag'an joylaringiz, har haftada ko'rishadigan odamlaringiz degandek. Menga faqat ozroq to'g'ri yezib bersangiz bo'ladi. Sayli qiling, televizor ko'ring, do'stlaringiz bilan paranglashing. Anlab turing. Mening sayli qilg'im yo'q. Hech nima yegimmi yo'q. Hech kim bilan ko'rishkim, paranglashqim yo'q. Shunga menga shu o'lgur to'g'ridan bering. Sizdan o'tinay. Bo'lmasa men ko'chaga chiqib, xohlagan bir to'g'ri do'konni bulayman.
Bundaq odam jazman mangulik jazoga uchraydi. Ammo durust odam mangu yashaydi. Demak, kitobda deyilgan mangulik yashash biz yaxshi ko'rgan kishilarimizning xotirjam joyida texmo yaxshi yashayotganligini his qila olamiz. Bu xil tuyg'u bizning ko'nglimizda uzungacha yo'qolmaydi. 1 yil burun biz hayotlikdagi bir tragediyani boshdan kechirdik. Shu tragediyada nurg'un kishilar, nurg'un begunoh kishilar bizdan mangulik ayrildi. Ammo bugun söyleyen kishilarimizning ro'yi ma'lum joyda bizga qarab turmoqda. Ular kelgusidagi kunlarda bizning ularni as saqlaydiganligimizni, ularni mangu so'ydiganligimizni ko'ra oladi. Bu xotiraning mangu saqlanishi, uning qalbimizda cho'nqur o'rin olishi uchun bugun biz bu yerda shu qazo qiluvchilarni mangu aslatadigan obida tikladik. Roman Malik. Ben Andrei Berik. Şu avariyada ben ayolim ve qiynanimdan ayrıldım. Pek afsuslandim. Ben gazetdan qizingizning medalyoni haqidagi hikoyani ko'rgan. Ularning bu hikoyadan foydalanib obida tiklash loyihasi nihoyat yaxshi bo'pti. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Siz qandoqsiga? Men qanday qilishni bilmadim. Har kuni saharda uyg'onganda nima qilishimni bilmayman. Men shu bir kunda nima ish qilishimni bilmayman demoqchi emas. Balki keyingi qadamda nima qilishimni bilmay qolaman. Men kechiring, men bek bu yerda tiqib qo'ydim. Yo'q, hech qisi yo'q. So'zlayvering. Ba'zida men boshqa ishlarni o'ylab diqqatimni chechish uchun boshqa ishlarni o'ylamoqchi bo'laman. Lekin shu hamon o'sha boshqa ishlarning nima ekanligini unutmayman. Men faqat kun bo'yi uyda o'ltirib, o'zimning nima qilishim kerakligini bilmayman. Cho'qim bek qiyin. Lekin aman bir kuni yangi bir kun o'zni boshlashqa turtki bo'ladigan narsani topa olaysiz. Shundaqmi? Shundaq. Sabrchan bo'ling. Lekin shu menda sabrchanlik yo'q. Undaq siz qila oldingizmi? Sizlar Kankunga berib boqqanmi? Yo'q. Bu joy bek go'zal. Yukitan yarim orolining shimoliy uchida. Undaqda bu joyga qiziqishinglar bormi yo'q? Bor. Yaxshi. Floridadan keladigan bir sayohat kemasi dal shu joyga bormoqchi. Munosabat kuchuringlarni qoldirib qo'yinglar. Men sizlarga zakaz qilib qo'yay. Qandaqroq? Yaxshi. Keling, aram elib edik. Yo'q, bugun mushtarabni remont qilib o'tay deyman. Bo'pti, buning eg'izni ichib bo'pti ekanman. Rahmat. Bu haftalik ish haqingiz. Ishni tugatgandan keyin bering. Ishni bak obdan qiladi ekansiz.
Rahmat. Hay, agar ayolim tanlagan Rishotgani yoqtirgan bo'lsam, texmo obdan bo'ladi. İştin tutuq. Shundoq. Berib araq ichib kelmamdoq, ha? Chatoq yo'q. Yuringlar Hamsi mangayli. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Malik efendi. Bana bir işte yordam qilsangiz. Bana onu tep bering. Patrik, men teysa. Ko'rishmaganimiz uzun bo'pti. Erta siz tarafga o'tmoqchi edim. Bir joyda ko'rishsak bo'ladimi? Kitobni yezib bo'ldim. Kelar hafta nashrga beraman. Agar degidek bir agitangiz bo'lsa, texmo obdan bo'ladi. Shuni sizdan hech qanday tafsilot haqida so'ramayman. Demakchi bo'lganim, sizni ziyorat qilish yoki so'rtingizni tartishamiz. Men faqat sizga bir so'z qilish fursati beray deyman. O'zingizning fikri, o'ylaganlaringizni ayting, bo'lamdi? Xohlamasangiz hech nima demasangizmi, mayli. Bilemsiz. Ba'zida men o'zimni ularning o'rnida tasavvur qilaman. Ashu oila to'batlarning o'rnida. Ondan o'zimning o'g'lini, ayolimni o'ylayman. Ondan o'lguda qo'rqib ketaman. Bu rostla baq qo'rqinchliq. Demak, men yana nima deyalayman? Men hozir faqat ko'nglimdagi bu azobning yeniklashini umid qilaman. Shunga ularga deydiganim, men eski odam emas. To'g'rimi? Ko'pchilik xo'shamsa. Dam olishingiz xayrli bo'lsin, Patrik. Sizningmi shu? Tinchlikmi? Men uni topdim. Hay. U uyini setib etib, boshqa bir shtatga ko'chib ketibdi. Hozir yangi uydan 4 ko'cha nerdagi bir sayyohat kooperativida ishlaydi ekan. Undaqda konkret adresi. Uning adresini sizga bersam bo'ladigan bo'lmaydiganligini bilmayapman. Nima bo'ldi? Sizning bu uchur orqali bir yomon ish qilishingizni xohlamayman. Yaxshi yoki yomon deydigan farq yo'q. Bu unda oddiy ish emas.
Men sizga degan. Men faqat uning oldida turib, uningga ayolim bilan qizimning suratini ko'rsatmoqchi. Uni ulardan apu so'ratmoqchi. Hech kim ulardan apu so'rab boqmadi. Hech kim. Patrik Derbot. Patrik Derbot? U hozir ismini Patrik Derbotga o'zgartirdi. Nega borsiz? Xayr xo'sh. Patrik Derbot uyda bormi? Albatta, men shu. Biz hafta oxirini bu yerda o'tkazmoqchi. Bilaman, qo'zam, bilaman. Hay, Jacob. Kelganinglar bak yaxshi bo'ldi. Akilang, men olay. Yo'l bo'yi u deydigan gaplarni yodlab keldi. Shundaqmi? Obdan mashq qildi. Buncha baldir kelishinglarni o'ylamabdiman. Shundaq tez keldik. Ha, bo'ldi. Chunki yonimda tez haydang deydigan odamni bir bor. Men kechki tomoq tayyorlay. Ishkinglar ozod o'tiringlar, ko'rinmanglar. Ma'qul. Kela. Siz uningga Patrik Derbotning men ekanligimni qanday aytdingiz? Men uningga bu xuddi Klari Kenneth yoki Boris Vein deganga o'xshash bir taxallus, shundala kishilar sening darajadan tashqari qahramon ekanligingni bilib qolmaydi dedim. Demak, men xosiyatli odam Jekobkanman-da. Shundaq, boshda u buni bekli ahmoqona ekan dedi. Lekin orqadan qiziqib qoldi. Shundaqmi? Ondaqda yaqindan beri qanaqroq his qilyapsiz? Yolg'iz. Bu yerdagi hamma narsa g'ayriy tuyuladi. Bilamsiz, ba'zida men saharda uyg'onib, hamma ishlar yaxshilanayotgandek his qilaman. Lekin atsi uyg'onganda bo'lsa, texmi yomonlashib ketgandek his qilaman. Bu yerdagi hamma narsa g'ayriy tuyuladi. Shundaq. Bunga yana vaqt ketadi. Ko'chib keling. Xizmatingizdan istiqo berib, Samoilni elib mushaga ko'chib keling. Biz bu yerda yangi turmushimizni qaytadan boshlay olamiz. Hammamiz darajadan tashqari qahramon bo'lamiz. Menimcha biz yanala aldirmaylik. Bu hammamizga yaxshi. Shundaq, albatta. Albatta.
Men ikkinglarga o'rin sep qo'ydim. Bugun men safada yatay. Nima? Shundoq deyishgan to'qqo. Men bir karvat qisilib yasaq bo'ladi. Meningcha uchimiz bir karvat qisilib yasaq bo'ladi. Ma'qul. Undaqda men bu planimni o'zgartay. Yaxshi. Jacob. Kim o? Bəhli yaxdırdı. Apa, bəhli çıraylıqkən. Bəhli yaxdırdı. Bəhli yaxdırdı. Bəhli yaxdırdım, apa. Apa, bəhli yaxdırdı. Bəhli yaxdırdım, apa. Bəhli yaxdırdı. Bəhli yaxdırdı. Bəhli yaxdırdı. Ümidim qartalı qaldı. Oh, yo'q. Men yengdim. O bizni yengib oldi. Yaxshi o'ynading, yigit. Yana bir qo'l o'ynaylik-chu. Yana o'ynamdik. Qo'zam kashib ketdi. O'tinib qo'loy. Bo'pti, amsa tezroq tutaylik. Men ussizlik etgilay.
Haras, dadang suv ipkagicha samu uxlash kiyimini almashtirib olgin. Ma'qul. Nayt yaxshi, yana tishingni cho'tkala. Kimni izlaysiz? Yordamim kerakmi? Bu suratga qara. Ular mening oilamdikilar. Gapimni anglang. Uyimga bundoq usibli kelsangiz bo'lmaydi. Tushundingizmi? Bu suratga qara. Ko'rdim, lekin mening oilamdikilarmi bu yerda? Ularni o'ldirding. Yana ketmasangiz soqchi chaqirman. Bu yerda o'g'lim bor. Hech kim ularni afv so'ramadi. Sen ularni o'ldirding. U degan bir tasodiflik bildingizmi? Anladingizmi? Sizga nima bo'ldi? Uyimga bundoq usibli kelsangiz bo'lmaydi. Sarab bo'ldingizmi? Ketmasangiz men soqchi chaqirman. Keting. Tushundingizmi? Tez keting. U degan bir tasodiflik. Men hech kimni o'ldirmadim. Siz zoda nima o'ylaydigansiz? Bu yerdan tez keting. Sarang bo'ldingizmi? Darhol keting. Bo'lmasa soqchi chaqirman. Anladingizmi? O'shada turibdir. O'g'lina, yaqin kelma. Yaqin kelma. Oppa! Nadia. Qo'rqmag'in. Yo'q. Yo'q. Qo'rqmag'in, Nadia. Vay adam. Ya. Ya.
yangi turmushning o'ziga hargizmi badalsiz ta'alluq bo'lganligini bilmaydi. U cho'qim buning uchun g'oyat zo'r badal to'lishi, ish bag'rini o'rtaydigan azob va cheksiz dardga bardosh berishi kerak edi. Ammo u yana bir yangi hikoyaning boshlanishi edi. U hikoyada bir erning qayta tug'ilishi so'zlanadi. Uning qanday qilib bir qadamdan qayta tug'ilganligi, bir dunyodan qanday qilib yana bir dunyoga yetib borganligi so'zlanadi. Roman, biz ko'rishmoqchi ekan. Ular qaytadan kesim qilish hamda biz ta'minlagan gunohini yenilik isbotlarini qabul qilishga ma'qul bo'ldi. Rostini aytsam, Roman, men ularning jazo muddatini buncha ko'p qisqartirib o'tishini o'ylab bakmagan. Siz 10 yil turmada yotdingiz, yana 4 oydan keyin kepillikka qo'yib berilsiz. Ammo cho'qim har haftada 3 qitim psixologik davolashni qabul qilishingiz kerak. Doktor sizning ahvolingizga asosan har oyda doklad yo'llaydi. Agar har qitimda to'liq davolashga borsangiz, shundaqla doktorning dokladi normal bo'lsa, balkim turmaga qaytmasligingiz mumkin. Hay. Yardımım gerek mi? Kechiring. Men qabristonlikning chiqish eshigini topmoqchi edim. Yo'ldan ezib qolganda qilaman. Chiqish yig'iz o tarafda, lekin bir necha aylanmadan o'tisiz. Yuring, men boshlab boray. Rostmi? Shundoq, baribir men shu yo'lda manaman. Yuring. Rahmat. Men bu yerga kelib boqmabdi ekanman. Men bu oldin qatim 11 yilning oldida kelgan. Uzun bo'pti. Bu ya 11 yil avvalga o'xshash turibdi. Tunji qatim kelgan vaqtimdagidan qilchi o'zgarmabdi. Ya'ni shu daraxtlar. Ya'ni shu cho'l rayhonining puruqi. Hech nima o'zgarmabdi. Yo'q, bu cho'l rayhoni emas. Xushbiroq o't. Shundaqmi?
Manga çöl reyhinining purug'idek bilindi. Lekin undaq emas. Bu yerda biror tuqqaningiz bormi? Yo'q. Dadam bu yerga ko'milmagan. Bilamsiz, men sizga agishib manganda qaysi vaqtda sizga yaqinlashsam bo'ladiganligini, qayerda qo'l solsam bo'ladiganligini bilmaydim. Lekin bugun atigan o'sha avtobusga chiqqaningizni ko'rib, sizning cho'qin mushaga keldigingizni his qildim. Bu oxirlashtirishda eng muvofiq joy. To'xtang. Arqamga o'ril. Arqamga o'ril. O'q chiqara. Qilishga tegishli ishoni qil. Men tushunaman. Lekin shuni demoqchimanki, meni kechirgin. Qilgan ishim uchun kechirim so'rayman. Men seni o'ldiralayman. Lekin o'ldirmayman. Ota-onam menga undaq tarbiya qilmagan. Mening ko'zimga ko'rinmagan bo'lamdi. Ha, ma'qul.